Qaranglar, avtomobil qo'yish uchun bitta joy bor ekan, ichkarida yana bitta joy bor. Qarang, mana bu high-tech usulda ushbu qurilgan xonadonimiz sotuvga chiqarilgan. Umumiy hisobda 1,5 sotixga tushgan ushbu xonadon. Qarang, mana avtomobil qo'yish uchun joy bor. Qo'li yuvib bemalol ichkariga kirib ketamiz. Qani. Xo'p, mana ko'rib turibsiz, o'ng qo'limizda oshxona qismi, xo'p, chap qo'limizda esa bitta zal qismi. Yaxshi, remontlari ham svejiy. Xo'p, bu yoqda esa sanuzil qismi. Ana endi esa ikkinchi qavatga ko'tarilamiz. Manzilimiz Toshkent shahar Yashnobod tumani Jarkurganskida joylashgan. 1,5 sotixga tushgan ushbu xonadonimiz sotuvga chiqarilgan. Umumiy hisobda 3 ta yotoqxona, 3 ta yotoqxona, 3 ta sanuzil, 2 ta garderob. Mana garderob. Yotoqxonalar ko'pligini qarang. Ana endi esa 3-qavatga ko'tarilamiz. Voy. Qaranglar, bu yoqda bitta yotoqxonasi bor ekan. Hamda o'zini garderobi bilan. Garderobni xona qilish urfga aylanganmi deyman-da, qarang. Chiroyli. Zo'r. Batafsil ma'lumot yana opsiyada yozilgan bo'ladi. Bemalol telefon qilib bog'lanishingiz mumkin. Xo'p, manzilimiz aytib o'tganimdek, Toshkent shahar Yashnobod tumani Jarkurganskida joylashgan 1,5 sotixlik ushbu xonadonimiz sotuvga chiqarilgan.